Bugun bosh aylanishning eng ko'p sabab bo'luvchi DBB kasalligi haqida gaplashamiz. Bizning ish quloqimizda vestibulyar a'zoyimiz joylashgan. Ularning ichida maxsus kalsiy karbonatdan tashkil topgan toshchalar bo'ladi. Ularning vazifasi bizni tanamizni a'zodagi harakatini aniqlab berishdan iborat. Ba'zan stress, travma, vestibulyar neyrolit va vestibulopatiyalardan keyin ushbu toshchalarimiz ko'chib qolishi va vestibulyar kanalchalarga tushib qolishi mumkin. Bu holatda bizda bosh aylanish simptomlari yuzaga keladi. Tushib qolgan toshchalar bir taraflama kanalchalar ichidagi oqimni harakatini yuzaga keltiradi. Bu taraflama esa oqim harakati bo'lmagani uchun miyada bir-biriga qarshi signallar bosh miyaga jo'natiladi. Buning natijasida bizda bosh aylanish simptomlari yuzaga keladi. DBB kasalligining o'zi xos sifatlari shundaki, bosh aylanishi juda uzoq davom etmaydi. 20-30 sekund, juda borsa 1 minutgacha davom etadi. Bu bosh aylanishlari tanani o'ngga, chapga, boshni tepaga, pastga burish orqali yuzaga keltiriladi. Diagnoz qo'yishda deksaxalpaka testidan foydalanamiz. Deksaxalpaka qilishda bemorni qaysi tarafga bosh qaraganda bosh kuchga aylangan bo'lsa, o'sha tarafdan boshlaymiz. O'ng tarafga qarab boshni buramiz va bemorni orqaga yotqizamiz. Yotqizganimizda ko'zda nistagin yuzaga kelsa, unda o'sha taraflama zararlanish yuzaga keladi. Davolashda ham shu tarafdan boshlaymiz. Eplem manevrini ishlatamiz. Eplem manevrini ishlashda ham birinchi zararlangan tarafga bir daqiqa yotamiz, keyin qarama-qarshi tarafga yotamiz, 3-holatda yo'l boshlaymiz va 4-pozada esa o'tirib olamiz. Shu orqali bu bosh aylanishga davom qilinadi. Ba'zida qo'shimcha tarzda beta-listin dori preparati ichish tavsiya etiladi, lekin asosiy davo dorilarni emas, manevrlarni maxsus mashqlar orqali davom qilinadi. Agar sizlar ham shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring.